Diqqat! 14-dekabrga o'tar kechasi O'zbekistonda eng yuqori meteor yomg'iri kuzatiladi. Gap shundaki, 13-dekabrdan 14-dekabrga o'tar kechasi O'zbekiston aholisi yilning eng yorqin meteorit oqimlaridan biri bo'lgan Geminidalarni tomosha qilishi mumkin. NASA ma'lumotlariga ko'ra, faoliyatning eng yuqori cho'qqisi 14-dekabr kuni tunda soat 3:00 dan 4:00 orasida bo'lishi kutilmoqda. O'zbekiston vaqti bilan bu soat tongi 8:00 bilan 9:00 ga to'g'ri keladi. Ammo tong otish vaqti bilan mos tushgani sababli maksimal cho'qqi amalda ko'rinmasligi mumkin. Shunga qaramay, astronomlar faoliyati yuqori bosqichni cho'qqidan bir necha soat oldin ham, keyin ham davom etishini ta'kidlamoqda. Bu esa oqimni 14-dekabr kuni yarim tundan tonggacha kuzatish imkonini beradi. Toza va qorong'i osmon bo'lsa, soatiga 120 tacha qulayotgan yulduzni ko'rish mumkin. Geminidalar yorqinligi va sekinligi harakat bilan mashhur bo'lib, ular hatto shahar yoritgichlarida ham ko'rinishi bilan ajralib turadi. Ushbu xabarni fazoviy jismlarga qiziqadigan barcha tanishlaringizga ulashib, videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.